Assalamu alaikum tuğanlar, amансыздарбы? Бүгін число 26 март 2025 жыл. Ноғат Арал мал базарына туғандар. Бұйырса сіздерге ушул жалаң эле эркек тырпактардын баасын тартып чыгарабыз. Бирден лайкты басыңыздар. Ушул биздин байкеч каналга сөз катталыңыздар. Сіздерге ардайым өз убагында пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз буйырса. Бисмилlah деп ишибизди баштадык. Туғандар сөзсіз лайктен баспаңыздар, комментарийға жазып каналға катталып дегендей. Бағылтас бака? Бағылтас қанша бердіңіз? 64 мың. Bir жаш болды ага бұл? 64 мың. Жалаң еркек тырпақтардың туғандар бұқалар, жалаң бұқалар дейді. 64 мың баға берді шуар. Ше, бұл қанша екен ага? Ha? Bironik bu? Ha, bo'ldi unda. Qancha ekan buli? Bilmayman. Sağırlar ne oldu? Pul qancha ekan? 85 ming. Qancha berdi bozor? Ha? 73 ming. Ha, 73 ming va beribdir. Mesela bular bir yaş bo'ldi, bo'yi 1.10 chiyib qoladi. Qancha ekan puli? Baykeci degen. Pul qancha? 80 ming. Qancha so'radi? 70 so'radi. Bir yaş bo'ldi bu? Yo'q, yashi yetgan yo'q. Bo'ldi-ku. Pul qancha ekan? 75 kam bor. 75 kam bor. Qancha so'radi? 65 so'rabdi, to'g'anlar. Bo'yi bir-birine shu 1.10 ga yetib ketmay chiqadi. Like'tan basqancha turmanglar. Che, ola qancha ekan ola? Ha, 80 ming. Qancha so'radi shu olani? 65 so'rabdir. Bo'yi 1.10 dan oshiq chiqadi. Bularcha aka? 75 deyishmi? 75 deydi. Bulcha aka. 70. Bağıldı, qancha berdi aka? 130 ming bağıb tur aka. Juna. Satılıb ketdi, şular qancha oldu aka? Ha? Aytmaydi, o'zlarimchalar. Che, pul qancha ekan? 60 kam bor. 60 kam bor. Qancha so'radi shuni? 53 ming so'rabdir. Bo'yi bir 90 chiqadi da. Pul qancha ekan? 90, yasmi? 70 kam bor. Qancha so'rab qo'ydi? 68 ming. Bir yaş bo'ldi aka, bo'ldi-ku. Mana bo'g'atasiz. Berdik 5 bo'g'atasizmi? He. 5 bağladık ya. Oldu. Pul qancha aka? Pul 65. 65. Qancha so'radi? 60 ming so'radi. 61 ming so'rabdi. Qancha ekan pul aka? 70 ming. Qancha so'radi shuni? 62? Bir yaş bo'ldi esa va? Bir yaş bo'lgan jalang erkek buqalar tuğanlar. Aralashtirib tortamiz. 1 yaş, 2, 3, chi bo'lgan 4. Assalomu alaykum. Qancha ekan aka bular? 90 mingdan. Bu yaş qanday bo'lib qoldi? Bir yaş bo'ldi torpaqdir. 90 mingdan deydi. Qancha bağıldı aka? 70 ming. Sul qancha ekan qara? Qara 80 kam bor. 80 kam bor. So'radi qancha bağıldı? So'rashdi. Qancha berdi aka? Jetgan jeri. Har xil so'radi. Ha, bu so'ragan versin. Nasıl? Qanchadan ekan aka bular? 70'den.
70'ten dedi. Qanchadan bağıldı aka? Qanchadan bağıldı? 46. Bular desa? Şunlarda 50 veriyorlar. 50. Aha. Bular bir yaş bo'ldi aka? Aha. O qancha ekan puli? 50. Qancha suradi? Suraylik ha? Aha. 990. Shular buqalar ekan, buqalar. Qancha qanchadan ekan pullari? 60 dan oldu. 60 mingdan. Qanchadan suradi? 115 ga turadi. 115 yuvuna. 115. 57 yarımdan suratdı arkadaşlar da. Biraz çoğunluğuna ötölü. Sizden bakın. Qanchadan pul aka bular? 150 qoldi. 150 yuvuna. Evet, yuvuna. Pul yaş qanday qoldi aka? 1 yaş qo'yni qoldi. 11 aylık. 11 aylık. Yaxshi. Tozağınız versin aka. Oo. Paysını bağıldaslar. Sizlerdik mi? Ona 85.500 oldu. Ne oldu? 85.500. Narko mu? Buna. Tamam, ne oldu? 85.500. Bu yaşı qanday? Bir yaş bitar öttü? 85.500 Torpaq mı? Torpaq deyip tuğanda 85.500. Eti almaz var eken. Boyu 1.15 yiyip oladı. Assalamu alaykum. Qanchadan kelgan bular? Buqalar. 85'ten gem var. 85'ten kelgan var. Yaş qanday qoldi? Yani Paltarashka. Qanchadan suradi aka ketgan jeri? Bunazı 71 turadi. Bunazı 80 turadi. 80-71. Boyları 1.15 yiyip oladı. Sodağınızlar versin. Finansiyam var. Aa sizden mi geldiler? Meniki. Kaçdan gel pulu? 120'den de ödemiş. 120 mingden. Yaş qanday qoldi? 1,5 desem. 1,5. Qanchadan bağıldı mı? Bana 105 lira. Tamam, nanu. Narxlardachi? Yok öyle geldi. Ha, bu sodağınızı versin aka. Ben bir yerde aka ava oldu. Bozorda yuribmiz. Boshimda ava deb turib, keyinda aka yuribmiz. Cha pul qancha ekan? 90 ming. Qancha suradi? Ha, yem gelding, sodağınızı versin aka. Yem geldim deydi. Pul qancha ekan? 120 ming. Qancha suradi? Yem gelding ha? Aga 220 ne oldu? Correct. 120 ming. Qancha ekan pullari? 100. Qancha suradi? 86. Yaş qancha? 1,5 yoshmi? 1,5 yosh. Qancha ekan bular? 90 mingdan. Qanchadan suradi shularni? Yem kelib tur. Assalomu alaykum. Chef, qaysilar bağıldaslar? Sizlerdeki mi? Qaysi? Tölçe. Satıldı mı? Qancha oldu shul? 200 oldu. Juna mı? Yuna. Ha, 200 ming. Oshul ko'p 200 ming bo'lib turgan tar. Ha, buni urg'ach ekan, markasi erkak ekan. Chef, qanchadan ekan pullar aka? 100 mingdan ha. Yash qanday bo'lib qoldi? 1,5 yashar. Qanchadan suradi aka shularda? 96 mingdan surab tur. Boyu shul 1.10 dan nari.
Assalamu alaykum. Aleyküm assalam. Şey pul qancha ekan bu? 110 bin so'm. 110 ming. Yaş qanday qoldi aka? 1,5. Boyu 1,15 chiqadi. Vaqti qancha qildi aka? To'dan bersak ha? Assalomu alaykum aka, yaxshimi? Qancha qana aka bular? 115 dan. 115 mingdan. Yaş qanday qoldi? 2 yaş. Qanchadan bağıldı aka? 103 dan berish. 103 mingdan. Yaxshi, to'dan bersak ha? Yaxshi. 103 mingdan beribdir. Assalomu alaykum. Sizdan mekan? Pul qancha? 220 ming. Yaş qanday qoldi aka? 2 yaş. 2 yaş deydi. Boyu 1.30 şey bo'ladi. Qancha bağıldı aka pazar? 146. 146 ming. Azam aka. Kimden ekan bularni? Bilmadingizlarmi? Egalari yo'q-ku bularning. O'sha yerda bag'iltat. Bilaychi, qaysini bag'iltatgan? Ana momni o'z bor dedim, ana menga men olaman. Şey qaysini bag'iltatsizlar? Ana bu. Ne oldu? Qancha verdingiz? 137 ming. 137 ming. Nani 137 ming. Kimden ekan bular? Heyler yok bularni. Satıldı bakallar. Kaç oldu? 91 mingdan. Aa, köpü ha, 91 mingdan ha. Aha. Yaş qanday qoldi? 1,5. Boyu primерно 1,15 şey qiladi. Shedigimni oldilar ekan. Buni olib qo'ygan. Bular baylab qo'yib, beylar o'zlari yo'qda. Qancha oldi aka shul? Ha. Satildimi? Ha, satıldı. Baylaganda surayın desem satılib oldi debdi. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bular? Qanchadan? 95 mingdan. Yaş qanday qoldi aka bularning? Qaltarashga. Bag'ildi qanchadan berdi? 85 ga birov sotib turdi. Bular boylari shu 1.10 dan cheyip bo'ladi. Tuğanlar biz şimdi videoda jintықтайыз. Allah razı olsun bardığınızlardan. Bölüsem keyingi videomuz jalan urgaçı tırpaqlar болады. Қолдап, лайктан басып қойыңыздар. Туғандар, Allah razı olsun.